tartibsiz hayot siklida nima qilishingiz kerak va qanday tekshiruvlardan o'tishingiz kerak? Hayot sikli 3 oyda, 6 oyda yoki 1 oyda 2 marta yoki 2 oyda 1 marta kelishi kuzatilsa, birinchi o'rinda qiladigan ishingiz bu gormonal tekshiruvdan o'tasiz. Bunga qalqonsimon bez gormonlari, keyin progesteron, estradiol, follikullarni o'sib yetilib yorilishini ta'minlaydigan FSG, LG gormonlari va yana bitta gormon prolaktin gormonlari. Mana shu gormonlar hammasi tekshiruvdan o'tiladi va har bir gormon o'zgarishiga qarab alohida lecheniya boshlanadi. Oxirgi vaqtlar stress holati so'ziga juda ham ko'p urg'u beryapman. Chunki kuchli stress holatida bo'lgan ayollarda har doim prolaktin yuqori yuradi. Prolaktinni bilasizlar, o'sha sut bezlarida sut ishlab chiqarishni ta'minlaydigan gormon. Agar siz homiladorlikka tayinlayotganingizda sizda prolaktin gormoni yuqori bo'lsa, bu sizda o'sha follikullar o'sib yetilishini ta'minlaydigan FSG, LG gormonlar ishini sekinlashtiradi va to'xtatadi. Va buni natijasida sizda ovulyatsiya kuzatilmaydi va hayot siklida o'zgarishlar kuzatiladi. Shuning uchun har doim vrach ko'rigidan o'tib, vrach bilan maslahatlashib, hamma gormonal tekshiruvdan o'tishingiz kerak va stressdan uzoq yuring.